Assalomu alaykum barchaga. Xitoydan kelgan mahsulotlarni prямой efir orqali raspakovka qilib ko'ramiz. Bu safar hech qanday video muzikalarsiz prямой efir orqali jo'natamiz. Metr. Bo'lsa bitta. İkinci kanatlarım bu. Ugi. Mana sifatini ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik mendan so'raydi kursga yozilishdan oldin. Xitoydan sifatli tovar keladimi? Sifatsiz tovar keladimi deb. O'shaning uchun bu safar onlayn translyatsiya orqali qilishga qaror qildim. Mana ko'rishingiz mumkin tovarning kачествосini. Xitoydan sifatli tovar ham keladi, sifatsiz tovar ham keladi. Oldindan kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Birinchi marta shunday onlayn translyatsiya qilish. Tovar to'g'ri tanlab, to'g'ri zakaz ursangiz, hammasi kачествосli, hammasi sifatli keladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin sifatini. Hech qayerda bir kamchiligi yoki boshqasi yo'q. Mana kачествосini ko'rsatish uchun bu safar hech qanday videoda emas, onlayn ko'rsatdim. Masalan, kimdir o'yligi, kimnikidir olib qo'yadi, boshqa tovar o'zingiz zakaz ko'rganmisiz? Bu deyishadi. To'g'ri zakaz qilsanglar, hammasi sifatli keladi. Yoki bir joyi sinib turgani yo'q, yoki boshqa bo'lgani yo'q. Yuzni o'qot qilganda kerak bo'ladi bizga massaj uchun. Bir o'rganib o'tsalar, bemalol zakaz qilib bo'ladi. Yoki qayerdadir yirtilib kelgan, boshqa kelgan joyi yo'q. Mana bunda boshqa rangidan zakaz qilgan. Bemalol uyga kerak narsalar, kiyim-kechaklar, hamma instrumentlarga zakaz qilsa bo'ladi, farq. Yoki bir sifatsiz kelgan, boshqa kelgan joyi yo'q, bemalol qo'yishlaringiz mumkin. Massaj qilib qiladi. Детский ganash. Mana sifatini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ishlari ham qalin. Hech qanday bir yomon joyi yo'q. Savollarga javob bera olmasam, uzr oldindan Telegramdan yozsangiz, bog'lansangiz hammasiga javob beraman. Mana sifatini ko'rsatish uchun-da bu maqsadim. Mana kачествосini ko'rsanglar bo'ladi. Kimdir aytadi, rasmdagidek kelmaydi, rasm bilan bir xil kelmaydi, sifatsiz keladi deyshadi. O'sha sifatsiz kelishiga sabab zakaz urgan odamni o'zi aybdor bo'ladi. Boshqa hech kim aybdor bo'lmaydi. Bundan boshqa hech kim mana farq bergan. Korxona uchun zakaz qilib bergandim. Mana suv o'tmasligi uchun mana qistiradigan nimalari ham bor, yumshoqlarigacha bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunda o'shanday qora rangi. Mana bunda dvoyka zakaz qilgandim, deytiki, mana ko'rishlaringiz mumkin. Kачествосini bemalol sifatli keladi, hech qanday bir yomon joyi yo'q. Mana bellarini issiqqina tutib turadigan. Hamma narsa zakaz qilsa bo'ladi Xitoydan. Xitoydan o'zingizni logotipingiz bilan sumka, farqli kiyim-kechak, YouTube'ga qo'yibman-ku, xotini bor degan yozuv eng ko'p negativ yig'ayotgan videolardan biri. Mana bunda o'zimiz uydagilarning to'yxonasi uchun farqli zakaz qildim. O'zim yasab bergan logotip bo'yicha mana raqamlargacha bor. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shundan 4 ta zakaz qilib berdim. Kачествосini. Bunday bir yomon nima yo'q, o'zimizning logotip bilan kelgan. Mana
Mana hech qanday bir joyda kamchiligi, biror nimasi yo'q. Bundan 4 ta zakaz qilgandim men. 4 talasi ham sifati ajoyib. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, xudo xohlasa yana ko'rishamiz.